Gayidan haqimni talab qilib video qilib chiqsam, boshqa qiladigan ishing yo'qmi deyishdi. Jamiyatdagi muammolar haqida gapirib chiqsam, boshqa qiladigan ishing yo'qmi deyishdi. Ehson yig'ib, mana shu qiynalgan oilalarga yordam berib video qilib chiqsam, boshqa qiladigan ishing yo'qmi? Boshqa yerdan daromad ko'rsang bo'lmaydimi deyishdi. Yevropaga keldim. Ishlab yuribman, boshqa ish qilib yuribman. Shunchaki kayfiyat uchun hazil videolar qilib yursam, boshqa qiladigan ishing yo'qmi deyishdi. Odamlarni rozi qilishga ajratgan shuncha vaqtimni rozi qilish kerak bo'lgan ota-onamni, aka-ukamni, opa-singlimni, oilamni va eng asosiysi Allohni rozi qilishga sarflaganimda eng to'g'risi shu bo'lar ekan. Siz ham odamlarni rozi qilishga harakat qilmang. Odamlar baribir sizdan rozi bo'lishmaydi.